Smetani Telegramdan tashib bera olmaysizmi? Showroomga borishim shartmi? Albatta, showroomga kelishingiz shart. Biz sizning uyingizga zamirni olib, kelganimizdan so'ng sizning joyingizga mos qilib dizayn proyekt tayyorlaymiz. Dizayn proyekt tayyor bo'lgandan keyin albatta sizni showroomga taklif etamiz. Siz showroom kelganingizdan keyin birinchi navbatda siz bilan biz dizayn proyektning o'zini batafsil ko'rib chiqamiz hamda hamma sizning zaproslaringiz yopilganmi yoki yo'q, shuni tekshirib olamiz. Keyingi navbatda dizayn proyektini siz bilan tasdiqlab o'tganimizdan keyin har bitta material, furnituralarni alohida ko'rib chiqamiz. Bizning showroomda barcha furnitura va materiallar mavjud. Ularni ko'rib chiqqandan keyin biz uni smetaga kirgizamiz. Smeta tayyorlash jarayoni ham birdaniga showroomning o'zida bo'ladi. Siz barcha savollarimizga javob berganingizdan keyin dizayn proyekt, materiallar hamda furnituralarni tanlab olganimizdan so'ng sizning dizayn proyektingiz bo'yicha aniq smetani sizga bera olamiz. Uchrashuv yakunida nimalarga ega bo'lasiz? Tayyor dizayn proyekt, o'sha dizayn proyekt bo'yicha barcha yechimlar, material, furnitura, hamma komplektatsiyalar bilan umumiy narx hamda eng asosiysi aynan sizning xohishlaringiz hamda joyingizga mos bo'lgan yechimga ega bo'lasiz. Shuning uchun albatta showroomga tashrif buyurishingiz shart.